Haqiqatan biz Qur'onni tushunib, vaz-nasihat elish uchun oson qildik. Ibrat og'uchilar bormi? Sura Qamar 17-oyat. Ba'zi hadisshunos olimlar bu oyatni izohlagan chog'da bu oyat Qur'oni Karimni o'qishning, tushunishning, vaz-nasihat elishning va yodlashning oson ekanligini ko'rsatadi deb izohlaydi. Kitobimiz ham oson qiluvchidir. Albatta bu safarimiz tirishchanlikni va g'ayratni talab qiladi. Qandoqla bo'lmasin bu tirishchanlik va g'ayratni qiyin deb tasvirlashga bo'lmaydi, chunki Alloh taolo bizga bu Qur'oni Karimni o'rganishni oson qildi. Oldingi soat darsimizda harflar bilan tanishib o'tgandik va darsimizning oxirida o'rgangich qarindoshlardan har bir harfni men o'qib bergandek 10 qitimdan takrorlashini umid qilaman deb topshiriq qilgandik. Darsimizning oxirigacha ko'rgan qarindoshlarning bu topshiriqni o'rnatganligiga ishonamiz. Bu saatlik dersimiz bo'lsa harflarning mahrajlari. Harflarning mahrajlari deganimizda harflarning tovush chiqarish o'rinlarini ko'rsatamiz. Harflar 17 o'rindan chiqadi. Bu 17 o'rin 5 rayonga taqalgan bo'ladi. Bu saatlik darsda faqat harflarning mahrajlari, ya'ni tovush chiqarish o'rinlarini ko'rib o'tamiz. Keyingi saatlik darsimizda tovush chiqarish o'rnini o'xshaydigan harflar va talaffuz o'xshib ketadigan harflar deb ikki turga ayirib qaytadan ko'rib o'tamiz. Oldingi saatlik darsimizdagi o'xshash harflarni farqli ranglarda bo'yab qo'ydim. Ya'ni ko'k rangda, qizil rangda, qora rangda, sus kul rangda va sus qizil rangda deb. Bu saatlik darsimizda yana o'xshash ranglarni ishlataman. Shuni qaritami bilib olsanglar bo'ldi farqini. Birinchi harfimiz alif. Alif ig'iz bo'shlig'idan chiqadi. Yolg'iz kelganda alohida tovush ifodalamaydi. Harakat bilan kelib so'ziq tovush ohangida o'qiladi va ba'zida harflarni so'zib o'qishda yordamchilik rolini o'ynaydi. Alif harfini talaffuz qilib beraman. Alif. 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 Ikkinchi harfimiz bo'lsa ba. Ba harfi jaronliq uzuk tovush bo'lib, Uyg'ur tilidagi ba harfi bilan o'xshash ohangda talaffuz qilinadi. Ostinqi va ustunki ikkilavining bir-biriga tegishi bilan chiqadi. Ostinqi va ustunki ikkilavining bir-biriga tegishi bilan chiqadi. Shaklni aniqroq ko'rsatay. Rasmga qarasanglarmi, ostinqi va ustunki ikki lavninki bir-biriga tegishidan chiqadi. Men talaffuz qilib beray ba harfini. Ba. 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 Keyingi harfimiz ta. Ta jaransiz uzuk tovush bo'lib, Uyg'ur tilidagi ta harfiga o'xshash talaffuz qilinadi. Tilning uchi ustunki udultishning orqasiga tegish orqali chiqadi. Rasmni ko'rsatay. Tilning uchi ustunki udultishning orqasiga tekkizilish orqali chiqadi. Talaffuz qilib bersam, ta. Keyingi harfimiz bo'lsa sa. Sa harfi Uyg'ur tilida yo'q harflardan birisi. Bu harf jaransiz uzuk tovush. Talaffuz qilgan chog'da tilimizning uchi usti va osti udultishimizning orasida bo'ladi. Til uchi ustidagi udultishlar tekkiziladi va ostidagi udultish bilan til uchida ozroq bo'shliq bo'lgan chog'da harfni chiqargani bo'ldi. Tilimiz ikki udultishimizning orasida bo'ladi. Ostidagi udultishimiz bilan tilimizning uchi orasida ozroq bo'shliq qoladi, ammo ustidagi udultishimizga tilimiz tegib turib chiqadi. Talaffuz qilib bersam, sa. Keyingi harfimiz jim. Jim harfi jaronliq uzuk tovush. Xuddi Uyg'ur tilidagi ji harfi bilan o'xshash talaffuz qilinadi. Til uchining o'ttiri ustungi tanglayga tegish orqali chiqadi. Til uchining o'ttiri ustungi tanglayga tegish orqali chiqadi. Jim harfini 3 qitim talaffuz qilib beraman. Jim. Keyingi harfimiz bo'lsa ha. Ha harfi o'xshashla tilimizda yo'q harflardan birisi. Bu harf jaransiz uzuk tovush. Talaffuz qilganda kanayning o'ttir qismidan chiqadi va kanaydan kelgan havoning ig'izdan chiqqanligini, ya'ni havo iqimini his qilgani bo'ladi bu harf chiqargan chog'da. Rasmga qarab o'tsak, bu harf kanayning o'ttirdan chiqadi va havo iqimini his qila olamiz. Talaffuz qilib beraman. Ha. Keyingi harfimiz bo'lsa xa. Xa harfi jaransiz uzuk tovush bo'lib, talaffuzi Uyg'ur tilidagi xi harfi bilan o'xshab ketadi. Bu harf kanayning yuqori qismidan chiqadi. Talaffuz qilgan chog'da gilimiz qirilgandek his qilamiz. Boyaqi ha harfi kanayning o'tir qismidan, bu harf bo'lsa kanayninki yuqori qismidan. Talaffuz qilgan chog'da xa, ya'ni kanayninki qirilganligi his qilinadi. Keyingi harfimiz dal. Dal harfi jaransiz uzuk tovush Uyg'ur tilidagi di harfi bilan o'xshash talaffuz qilinadi. Til uchini ustungi ikki udultishining yerimining yuqorisiga yaqinlashtirish orqali chiqariladi. Rasm qarab o'taylik. Dal. Talaffuz qilib baqsanglar bo'ldi. Tilimizni ustungi udultishimizningki yerimininki yuqorisiga, ya'ni tishmilikimiz bilan ustungi udultishimizning yerimininki oraliqiga qo'yib turib chiqaramiz. Dal. Keyingi harfimiz bo'lsa dal.
Zal harfi tilimizde yo'q. Boya qarab o'tgan s harfi bilan o'xshash o'rindan chiqadi. Bu harf jarangliq uzuk tovush. Talaffuz qilgan chaqda til uchi osti va usti ikki udiltishning o'tiri qo'yiladi. Til uchi ustingi udiltishlar tekkiziladi va ostingi udiltish bilan til uchi orasida ozroq bo'shliq qoladi. Qarab o'tsak rasmiga. S harfi bilan o'xshash o'rindan chiqadi. Zal tilimizni ikki tishimizning udiltishimizning orasiga qo'ydik. Chiqarib boqayli. Zal zal zal. Ostidagi udiltishimiz bilan tilimizning oralig'ida ozroq bo'shliq qoladi. Ustidagi udiltishimiz bilan tilimizning uchi tegib chiqadi. Keyingi harfimiz bo'lsa ra. Ra harfi jarangliq titrigichi uzuk tovush. Talaffuz Uyg'ur tilidagi ri harfi bilan o'xshash, til uchini titratgan holda ustungi ikki udiltish milikiga tekkizish orqali chiqariladi. Rasmga qarab o'tsak, til uchini titratgan holda ustidagi udiltishning milikiga tekkizish orqali chiqariladi. Talaffuz qilib boqayli. Ra ra ra. Keyingi harfimiz bo'lsa za. Za jarangliq uzuk tovush bo'lib, talaffuzi Uyg'ur tilidagi zi harfi bilan o'xshash. Talaffuz qilganda til uchi ostingi ikki udiltishning uchiga tegadi. Rasmga qarab o'tsak, talaffuz qilgan chaqda til uchi ostingi ikki udiltishning uchiga tegadi. Za za za. Keyingi harfimiz bo'lsa sin. Sin jaransiz uzuk tovush, talaffuzi Uyg'ur tilidagi si harfi bilan o'xshash. Talaffuz qilgan chaqda til uchi ostingi udiltishning yuqori tarafiga tegadi. Rasmiy qarab o'tayli. Talaffuz qilib beraman. Sin sin sin. Keyingi harfimiz shin. Shin jaransiz uzuk tovush, talaffuzi Uyg'ur tilidagi shi harfi bilan o'xshash. Talaffuz qilganda til uchining o'ttirisi ustingi tanglayga tegadi. Shin shin shin. Keyingi harfimiz bo'lsa sod. Sod harfi tilimizda yo'q harflardan biri. Jaransiz uzuk tovush. Talaffuz qilganda til uchi ostingi ikki udiltishning uchiga tegadi. Sin harfidan farqi bo'lsa, tilning keyni ko'tarilib, ustingi tanglayga yaqinlashtiriladi. Rasmiy qarab o'tayli. Til uchi ostingi udiltishning uchiga tegib turib chiqadi va nima dedik? Tilningki orqa tarafi tanglayga yaqinlashadi. Sod sod sod. Keyingi harfimiz bo'lsa bod. Bod bu harfmi tilimizda yo'q harflardan birisi. Jarangliq uzuk tovush bo'lib, talaffuz qilganda tilning yon tarafi o'ng yoki so'l tarafdagi iziq tishlarga tegadi va til keyni ko'tarilib, ustingi tanglayga yaqinlashtiriladi. Xuddi sod harfiga o'xshash, tilningki keyin tarafi ko'tarilib, ustingi tanglayga yaqinlashtiriladi, ammo tilningki ikki tarafi bo'lsa, o'ng yoki so'l tarafdagi iziq tishlarga tegadi. Harfning rasmini yaqinlashtirib beray. Bod bod bod. Keyingi harfimiz bo'lsa qa harfi. Bu harfning o'xshashli tilimizda yo'q. Bu harf jarangliq uzuk tovushlardan biri. Talaffuz qilgan chaqda til uchi ustingi ikki udiltishning yuqorisiga tegadi. Ta harfidan farqlanadigan yeri bo'lsa, keyni ko'tarilib, ustingi tanglayga yaqinlashtiriladi. Rasmiy qarab o'tsak, til uchi ikki udiltishimizning ust tarafiga tegadi va tilimizning orqa tarafi tanglayimizga yaqinlashadi. Talaffuz qilib beraman. Qa qa qa. Keyingi harfimiz bo'lsa va. Bu harfning o'xshashli tilimizda yo'q harflardan biri. Jarangliq uzuk tovush. Talaffuz qilganda til uchi ustingi udiltishlarning uchiga tekkiziladi va til keyni ko'tarilib, ustingi tanglayga yaqinlashtiriladi. Rasmni yaqinlashtirib ko'rayli. Va harfi tilimizning uchi udul ikki tishimizningki uchiga tegib turib chiqaramiz va tilimizningki keyin tarafi tanglayga yaqinlashadi. Oldin soat darsda sa va zal harflari bilan o'xshab ketadiganligini degandim. O'xshashmaydigan yeri bo'lsa, sa va zal harflarida tilimizni biroz oldiga chiqaramiz. Bu harf bo'lsa, unchalik oldiga chiqatmaydi. Talaffuz qilib beraman. Va va va. Keyingi harfimiz bo'lsa ayn. Ayn harfi tilimizda yo'q harflardan birisi. Jarangliq uzuk tovush. Kanayning o'ttir qismidan chiqadi. Talaffuz qilganda bo'g'zimizdan kelgan havo oqimi his qilinadi. Rasmni yaqinlashtirib o'taman. Bu harfni ha harfiga o'xshash kanayning o'ttir qismidan chiqadigan harflar. Ayn ayn ayn. Keyingi harfimiz bo'lsa g'ayn. G'ayn harfi jarangliq uzuk tovush. Talaffuzi Uyg'ur tilidagi g'i harfi bilan o'xshash kanayning yuqori qismidan chiqadi. G'ayn g'ayn, ya'ni xa harfiga o'xshash kanayning yuqori qismidan chiqadi. G'ayn g'ayn g'ayn. Keyingi harfimiz bo'lsa fa.
F harfi caransız üzük davuşlardan birisi. Telaffuzi Uyghur tilidagi fi harfi bilan o'xshash. Bu harfni talaffuz qilganda ostinqi levimiz ustidagi ikki udilishga tekkiziladi. Keyingi harfimiz bo'lsa qof. Qof harfi jaranliq uzuk davuşlardan bo'lib, talaffuzi Uyghur tilidagi qi harfi bilan o'xshash. Bu harf tilning eng ichki qismining usti bilan ustunki yumshoq tanglay orasidan chiqadi. Rasmni yaqinlashtirib o'tay. Talaffuz qilib beraman. Qof. 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 Ya'ni tilimizdagi eng orqa qismi bilan ustunki yumshoq tanglay orasidan chiqadi. Qayta talaffuz qilib beraman. Qof. 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 Keyingi harfimiz bo'lsa kaf. Kaf harfi jaransiz uzuk davuşlardan birisi. Talaffuzi Uyghur tilidagi ki harfi bilan o'xshash. Talaffuzi tilning eng ichki qismining usti bilan ustunki qattiq tanglay orasidan chiqadi. Ya'ni qof harfining maxrijidan biroz yuzaki bo'ladi. Talaffuz qilib beraman. Kaf. 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 Keyingi harfimiz bo'lsa lam. Lam harfi jaranliq uzuk davuşlardan birisi. Uyghur tilidagi li harfidan yumshoqroq talaffuz qilinadi. Talaffuz qilganda tilning oldi yon tarafidan tilning uchigacha bo'lgan orliq ustunki tishlarga tekkiziladi. Rasmga qarab o'taylik. Bu harf talaffuz qilgan chaqda tilninki oldi yon tarafidan tilninki uchigacha bo'lgan qismi ust udil tishlarga tekkiziladi. Lam. 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 Keyingi harfimiz bo'lsa mim. Mim harfi jaranliq uzuk davuşlardan birisi. Uyghur tilidagi mim harfi bilan o'xshash talaffuz qilinadi. Talaffuz qilgan chaqda oldingi va ustunki ikki lav bir-birisiga tegadi va burun bo'shliqidan chiqadi. Bu harf burun bo'shliqidan chiqadi. Ostingi va ustunki ikki lav bir-biriga tegadi. Talaffuz qilib beraman. Mim. 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 Keyingi harfimiz bo'lsa nun. Nun harfi jaranliq uzuk davuşlardan biri. Uyghur tilidagi ni harfi bilan o'xshash talaffuz qilinadi. Talaffuz qilganda tilning uchi usti tarafdagi ikki udul tishning milikiga tekkiziladi va burun bo'shliqidan chiqadi. Rasmga qarab o'taylik. Tilning uchi usti ikki udul tishimizning milikiga tekkiziladi va burun bo'shliqidan chiqadi. Talaffuz qilib beraman. Nun. 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 Keyingi harfimiz bo'lsa vav. Vav harfi jaranliq uzuk davuş. Talaffuzi Uyghur tilidagi v harfi bilan o'xshash. Ikkilav orasidan chiqadi. Talaffuz qilganda ostinqi va ustunki ikkilav oldiga sal so'zilib, yumaloq holatga keladi. Talaffuz qilib beraman. Vav. 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 Keyingi harfimiz bo'lsa ha harfi jaransiz uzuk davuş bo'lib, talaffuzi Uyghur tilidagi hi harfi bilan o'xshash. Talaffuz qilgan chaqda kanayning ichki qismidan kelgan havo to'salg'usiz holda ig'izdan chiqishi kerak. Rasm qarab boqaylik. Havo to'salg'usiz ig'izdan chiqadi. Talaffuz qilib beraman. Ha. 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 Keyingi harfimiz hamza. Bu tovush kanayning ichki qismidan chiqadi. Yolg'iz kelganda alohida tovush ifodalanmaydi, harakat bilan suzuq tovush ohangida talaffuz qilinadi. Ya'ni tovush belgilari qo'yilgan chaqda suzuq tovush ohangida talaffuz qilinadi. Keyingi harfimiz bo'lsa ya. Ya jaransiz uzuk tovush bo'lib, talaffuzi Uyg'ur tilidagi yi harfi bilan o'xshash til o'ttirisidan chiqadi. Qisqani izohat berib o'taman. Arab tilidagi harflarni Uyg'ur tilidagi harflar bilan to'liq ifodalab bergil bo'lmag'achqa, harflarningki shakllarining yiniga tirnoq yechib turib, harflarningki o'qilishini yozib qo'ydim. Bu yerdagi o'qilishi arabcha talaffuz bilan berildi. Bu shaklda o'qiladi. Bugungi darsimiz bu yergacha bo'ladi. Keyingi soatlik darsda ko'rishguncha omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.